ko'pchilik so'raydi doktorlar, Nigor opa X media bilan ishlayapsiz, juda ham qimmat-ku, bu chiqyaptimi puli, nima qilyapsiz deyishyapti. Bugun X media sizdan oddiy bo'ladi. X media o'zi uchun oddiy bo'ladi. Men buni hamma auditoriyamga olib chiqaman. Sizni doim post variantlaringizni qo'yamiz. Ya'ni o'sha vaqtda men aytgandim sizga, 3 oy oldin, ya'ni gaplashganimizda Nigor opa masa bo'ladi, men bunaqa ishlarni qilamiz degandim. Qaysidir ma'noda ishonib, qaysidir ishongansiz-ku, endi aytmoqchiman, nisbatan baribir ishonchsizlik ham bo'lgan. Menda qo'rquv bo'lgan. Boshda bo'lganda. Juda ham qo'rquv bo'lgan, uverенность bo'lmagan. Menda do'ni hali ko'rarsiz. Aytmoqchimanki, gapingizni og'zingizdan oldim, Humoyon. Ichimda juda xursandchiliklarim ko'p. Men 1,5 oy komanda bilan komandani o'rgandim, ular meni o'rganishdi. Juda ham xursandman hozirgi kunga kelib. Mana hammaga ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik so'raydi doktorlar, Nigor opa X media bilan ishlayapsiz, juda ham qimmat-ku, bu chiqyaptimi puli, nima qilyapsiz deyishyapti. Boshida ha endi hozir ko'ramiz dedim, mana hozir endi uverен etishim mumkin. 40 ta odam ishlayapti. Bu tasavvur qilinglar, 40 ta odam bilan meni proyektimni продвигать qilishyapti. Представляете qilinglar. Bu yerda oddiy bolalar ishlamayapti, professional ishlashyapti. Mana 3 oy mana ishladik. Men juda ham xursandman. Cheklarimiz oshdi, yangi yil aytmoqchiman. Xudo xolisa yangi yildan keyin aytaman, hozirdan aytmay. Juda ham katta proyektlarni mana hozir gaplashdik. Juda ham katta yanada yuqori darajalarga erishishimda sababchi bo'lishyapti. Hamma butun proyektni qo'limdan olishgan. Nigor opa, mana oldin masalan bizning 1 yillik paketimizni eshitgansiz, bilasiz narx-navolarni. Hozir ham masalan o'sha baribir qaysi ma'noda birdan uncha pul berib yuborish baribir o'ylab ko'rilayotgan summa-ku. Hozir уже уверенсizda. Masalan, keyingi hozir men yana sizga taklif beryapman, boshqa narsa beryapman. Endi yanada qimmatroq taklif etyaptilar. Endi shuni yanada boshqa paketni hozir olish anaqasi turibmiz. Bu taklifimiz, ya'ni marketing bilan birgalikda, ya'ni ham brend rivojlansin. Oldin faqat brend rivojlantirardik-ku, lekin sotuvni kamroq qaratardik. Bular bilan kelishuvimizda Humoyon hozir 3 oy brendimizni rivojlantiramiz va 3 oydan keyin bizani marketing savdomizni ham rivojlantirishimiz kerak deydi. Aynan bizani bu ham brendni, ham marketingini, ya'ni umumiy marketing qilib xizmatini ko'rsatamiz, ham brendni rivojlantiramiz, ham sotuvni birdan amalga oshiramiz. Ham klientni brendi ko'tarilsin, ham yaxshi daromad topsin degan paketlarimizni yaratgandik. Hozir o'sha paketimizni taklif qildim. Bularga menimcha yoqdi. Nasib bo'lsa bu paketlarimizda ham mana hozirgi formatlari dog'larini qo'yamiz. Mana hozirgi bu paketga o'tishimizni holatlari va ertaga 3 oydir, 6 oydir nasib bo'lsa, posti qilamiz buni ham bugungidek. Nigor opa, o'z mamnunmisiz? Xursandman. Nigor opa, yana xudo xolasa kelgusi hamkorliklarimiz bardavom bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Siz bilan niyatlarimiz juda ham katta. Sizlar bilan nima deysiz? Ishlayotganimizdan juda ham xursandmiz. Sizlar ekspert bilan ishlayotganimizdan rahmat hamkorligingiz uchun. Sog' bo'linglar. Hech ham hech nimani o'ylamanglar. Agar rostdan X mediani hozir boraymi, bormaymi deb turganlarga bosish kerak.